Tarixni o'zgartirmoqchi bo'lsang, qaysi davrga borarding? Juda ham qiziq savol. Katta ehtimol bilan mana shunday bo'lardi. 1218-yillarda Chingizxon 350 minglik qo'shini bilan O'rta Osiyo Xorazmshohlar hududiga yurish qilmoqda edi. Xorazmshoh podshoh Olovuddin Muhammad onasi Turkon xotunning fikriga ergashib, barcha Xorazmshohlar qo'shinini qal'alarga bo'lib yuborgan edi. O'g'li Jaloliddin va bosh sarkarda Temur Malik bunday strategiyaga qarshi chiqdi. Hattoki Jaloliddin otasiga va'da berib, agar siz barcha qo'shinni menga topshirsangiz, men mo'g'ullarni yer tishlatib, Chingizxonning o'g'illari bilan birga sizni oldingizga olib kelaman deb yolvordi. Lekin afsuski, otasi Jaloliddinning bu taklifiga quloq solmadi. Agar tarixni o'zgartirish imkoni bo'lganida edi, nima bo'lsa ham butun qo'shinni Jaloliddinning ixtiyoriga topshirishlikka Olovuddin Muhammadni ko'ndirgan bo'lardi. Va natijada katta ehtimol bilan Jaloliddin yuksak zakovati va jasurligi tufayli Chingizxonni yer tishlatar edi va tarixning katta ehtimol bilan Amir Temurdan ham katta imperiyasini qurgan bo'lar edi.